Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men O'tkir Po'latov. Kanalda juda ham ko'p tanaffusdan keyin qaytib chiqishga, kanalga video qilishga qaror qildim. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham ko'p insonlarga foydali, kerakli video bo'ladi. Biz videoni boshladik. Poyexali. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Ko'plarning xabari bor. Rossiyada, Moskva va Sankt-Peterburgda, butun Rossiyada yosh bolalarni 1-sinfdan 11-sinfgacha maktabga berish muammosi juda katta. Xabarlaring bor, biz Abcenter kompaniyasi juda ham ko'p yil davomida bolalarni universitetga, kollejlarga joylashish bilan shug'ullanamiz. Bugun men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, biz bugundan o'zimizning maktabimizni yo'lga qo'ydik. Xudo xohlasa 2026-yil 1-sentyabrdan Moskvada 3 ta maktabimiz, 3 ta filiali ishga tushadi. Biz uni uddaladik. Xudo bizga shu narsani bergan ekan. Sizlar bugundan boshlab videoning ostidagi kontaktlarga, videoning ostidagi silkaga o'tib, bolalaringizni familiyasi, telefon nomeringiz va Telegram niklarini yozib qoldirishlaring mumkin. Biz sizlarni maktabga ekskursiyaga chaqiramiz. U maktabda rus tili o'qituvchilari rus tilidan dars beradi. Ruschani bilmagan bolalarni ham olamiz, dokumenti yo'qlarga dokument qilib beramiz, attestati yo'qlarga ham attestat olishga yordam beramiz. Qisqasini aytganda 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan любой bolani bizning maktabimizga berishingiz mumkin. Частный maktab qisqagina to'lovi bor. Частный maktabda ozgina talablari bor o'ziga yarasha, davlat maktabiga nisbatan bizga bolangizni berish osonroq bo'ladi. Agar ushbu video 1000 ta like yig'sa, bu videoni kerakli odamlarga, maktabga bolasini bera olmaydigan odamlarga jo'natib qo'yinglar. 1000 ta like yig'sa videomiz, men maktab obzorini keyingi videolarda qo'yaman. Hozirgi kunda maktabimizda remont ketyapti. Hozirgi kunda bolalarni, ota-onalarni o'zi maktabga olib kelib, ko'rsatib, ekskursiya qilib, bolalarni maktabga qabul qilyapmiz. Qabul eshigi ochiq. Iltimos ota-onalar, joylarimiz ko'p emas, cheklangan. Harakat qilib, dokumentlarni bering, kelib maktabni ko'ring, uyingizga, yashash joyingizga yaqinroq filialni tanlab, bolalaringizga yo'llarni o'rgatinglar. 6, 7, 8, 9, 10-sinf bolalari metroda o'zi kelib ketaveradi, chunki maktabimiz metrolarning oldida. Sentrda ham bor, yugda ham bor, severda ham bor. Sizlarni qulayliklari uchun biz bir emas, 3 ta filialni yo'lga qo'yapmiz. Qisqaroq qilaman, tezroq silkaga o'tib, bolalaringning darnasini qoldiringlar. Maktabga ekskursiyaga yozilinglar. Maktabda ko'rishguncha, xayr.